أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Yani yukarı ayetlerde Allah Teala İsa Aleyhisselam'ın vakalıklarının bir kısmını Periştilerinin sözü şekilde bayan kıyanlıyken hem de İsa Aleyhisselam'ın bazı ahvallarını bayan kılışa başladı. Felemma degen femşada fasihah edipti. Yani aş Periştiler degen vakalıklarının hemmisi vücut kışıp oldu dedi. Hudde mesela fehamalatu ve vada'athu deb ila ahire aş işinin hemmisi bunda bulap oldu. Deb andın kage yerden başladı. Bu ahvalını Periştiler bayan kılgan. Aşu vücut kışıp oldu demekçi. Felemma ahassa İsa minhumul kufr. Hem de İsa Aleyhisselam özünün peygamberliği, Allah'ın bendesikenliğine, Allah'la ibadet kılışına talep kılgan vaxtıda, hakkını sözlüğe vaxtıda Yahudiler suikast kılmakçı oldu değil. Yani küfürlükte çın turup, andın suikast yani küfürlük çın tuğan deyken osallık kılıp zengeçlik kılmakçı oldu. Bunu hem de şunu zengeçlik kılmakçı olanlar yaman peyli olan iken yani ahas edip bana ifadeleş şunu münasip. Daha his kıldı bunu. His kılış lekin meyada keskin bulduğallıkını cezimleştirici ibaret dedi. Elmen la şübhete fihi ke'ilmi ma yudraku bil havas. Havas mesela köz köygендek aşında keskin bildiğin halette his kıldı dedi. Yani onların suikast kılışı çok deb ensirge vaxtıda dedi. Qala men ansari Medine qarileri ansariye deb okudu. Aslı ansari Medine deb okudu. Bu adım ansariyim de. Yani bir qiraatda şu ansariye. Ve huve cem'u nasir. Yani ansar diyen sözünün mufredi nasir. Xuddi mesela ashab, sahib ve ashab diyendek. Ya ki nasir olsa nasirun şerifun ve eşraf diyendek. Nasir ve ansar. Yani yardımcısı, nusretçi, hemdemçi diyemedi. İlallah yeteallaku bi mahdufin halen minel ya. Ensari diyen minin, ensarların diyen minin diyen sözün hazır, şunundan boğan haletke çetişlik deydin. Lekin bu hal, şunalgi pükülgen. Yani bu adilmede yok, elip taşlıtılgen. Ey men ensari zahiben ilallah. Ve zahiben diyen nedir? Hal mahzuf. Hal minel ya. Yani ben Allah'a qarapmış, Allah'ın yolunda, Allah'a qarap ketavatqınımda, bana hemdemçi oldu Allah kimler demekçi. Multeciyen iley, yani Allah'a panalınış, Allah'a sığınış, sığınış diyen şu, panalıkı kirviliş diyen bunu. Sığınış emese, sığınış. Sığınıp kirvaldı diyen bunda. Kıstırılıp kirvaldı. Euzubillahimineşşeytanirracim Allah'a sığınıp deydi. Bu sığınıp diyen sözü taza bunun Allah'ımda ötmeydi. Bu sevinip olsa, bunda köviskep qağadım buna sevindiği iştiyak. Mağınım bu. Aslı bu sığınış. Allah'a sığınıp. Sığınıp diyen söz Allah'ın panahı astığı kirveliş yani. Kudu yağmur yağıp gelse kaçsı biz üstü yapılır yani asıl otolumuz var. Şu sığındı deyin. Bu konunun Türkçülüğü var. Hazır Türkiye'nin Türkçüsü mü şunda? Sığınış. Şu Uygurçuluğu aslı bağ bu. Lekin bunda taşlanıp kılıp bazı tolu işletilmeye qağan. Lekin aşında Euzubillahimineşşeytanirracim'le Uygurca tercüme kılan Allah'a sığınıp da tercüme kıldı. Ve sığınış bu sığınış emez, sığınış. Ama bunun parazimamdı. Belki lügatşünasla bunu yap, bunda değiş mümkün. Ya ki bazı alimler da tam da ilallah diyen hudden de mudafatan ilallah diyendek. Zahiben orana mudafın ilallah diyendek. Allah Teala ketilip Allah'ın bana yardım birlikte kim bana Allah olan billah ma dünyada yardım kılıdı diyen mantık. Ya ki ma'aman iste Allah bilen ya ki ila bimana fi dettu men ansari fi sebilillah diyelim. Çünkü el-huruf tenubu ba'daha diyen bir kaydı var. Min fi ala müstözde birbirinin oranda işletilgaçlı var. Kâlel havariyun
Xuddi bu yerda ham İsa alayhissalom hozir bu so'zni xas shu o'zining hamrohlariga, masalan Rasulullohga nisbatan desak sahobalar deymiz-ku. Bu sahobaning ichidanmi eng yaqin havariy degan har qanday bir jiddiy ahvol bo'lib qolsa, hay tuytab jinni pido qiladi, har qanday yordamga tayyor shunday kishilar, xavos, xas odamlar. Shuni xitob qildi. Bu xuddi yani bir oyatda kama qala İsa ibn Maryam lil havariyin dedi-ku. Yani bir oyatda. Yani bir ayette fe'amenet taifetun min beni İsrail'e ve keferet taife. Ve muşa iman etkan taife. Havariler. Şular dedi. Men ansari diyendiken bu havariyinler bana beyaz dedi. Bula bazı rivayette 12 kişi dedipti. Sahne. Yani hazır İsa aleyhisselam müşterini diyen çağda benim hemdemsilerim kaysanla kana bana hemdemçi olursa diyen çağda bir sual kelgende. Sual mukadder. O kişilerin cevabının boğan boğuydu diyendek. Cevabı ona havariyli manda degan. Havar degan bu so'z sap, yak süpsüzük, yak appak degan ma'noda. Aq, ko'pincha aqliqni biladi. Shunga odatda xubz havariy deydigan so'z bor. Fiqhda chiqadi bu. Xubz havariy degan odatda shu aq to'qashlanni, aqlanni xubz havariy deydi. Aq o'g'achi. Ansarlar uchun havariy deb atalgan desa nurg'un rivoyatlar bor ekan. Nima uchun desa bunun ko'ngli sap bo'lganlik uchun. Yoki bular bunda oq kiyim kiyibdi. Ya ba'zilar debdi buni bir qismi kiyim bo'yaydiganlikda, tikimchilardi. Har xil endi havar degan so'zdan siyg'a chiqarib, nima uchun bunda oq ma'noda atilib qolgan deb topdim. Lekin havariy degan ma'nosi chiqib, sap sadoqatmanlik bilan fidokorlik qiladigan, jiddiy ahvolda asqatilgan, ya'ni jonga asqatilgan odamlar shu havariy. Rasulullah'ın havarisi kimde? Zübeyir ibn al-Avvam. Sayyid Bukhari'de ise inna li kulli nebiyyin havariyan ve inna havariyye Zübeyir ibn al-Avvam. Ne için bunda havariye batılgan? Çünkü şu Zübeyir ibn al-Avvam'ın ve Khandek uruşudan, Gazvetul Ahzab, ve zulzilu zilzalen şeride ve balagatul kulubul hanacir diye vakta kafirlarının ehvalini bilip kilişke, yani tanlaşka Qaysan chiqishlar desa, Zübeyir mana deb. Mesela unda qo'rqib turadi, mana g'achchida bir evatli ekan. Yana bir soatdan keyin qaysan o'qib kelishlar desa, yana men deb. Yana bir soatdan keyin qaysan o'qib kelishlar desa, mana deb. Shuni 3-4 qatim Zübeyir ibn Avvam o'zi yolg'iz ay dushman tarafga berib, ahvolni charlab, razvedka qilib qaytib keldi. Shu chaqda shu necha qatim ot choptirib nima qilganini o'g'li ko'rdi ekanda. Abdullah ibn Zübeyir mi? Yani o dadasının bunda ne çıkarttım uyanğı çepip aldıraş kesip bağlan köyden dese o köyge mutlaka ne de koşup gittim. Çünkü köy gençken Resulullah'ın diyen sözüyle hoşallıkını ifade etmek için. Bunda ne kıldı mı? Resulullah bunda dedi. Bundan sonra bazı gazetelde Resulullah Sa'd ibn Abi Waqqas'ın şunda ayırması. İrmi fedâke ebi ve ummide. Zübeyir ibn al-Avvam'ı şunda diye ehvallah. Yani Resulullah ata-anasını fida kılgan sağladı mı Zübeyir ibn al-Avvam bilen Sa'd ibn Abi Waqqas'ı. Bunlar Zübeyir radıyallahu ata-anasını şu altta şekette çıkıp Küçük vakti. Şu vakti camiden bile çıkan bulandan devam. Camiden çıkmasın Medine içerikte ola. Medine muhasır kıldığı alatta. Yani bunu Khandek kolab Hudabiyat tuğan. Şu işemdi. Aramının aldık ayında şeyde. Yakabda özü çıkıp karab tuğan bu gitti. Nereden? Hani körep çıkayım. Dikemde Resulullah'ın anda havariyine mesela Zübeyir ibn al-Avvam dedi. Yani şu ümmetten çıkan havariyman da 12 havari var deb sanab bakılıyor. Abu Bakr, Müştet Şariyan sanab, onun ikana şu Talha ibn Ubeydullah, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zübeyir, Ebu Ubeyde ibn Cerrah, hemmeyle Kureyş'tin ki. Ali ibn Abi Talib, Ömer, Osman, Abu Bakr elbette var. Nahnu ensarullah. Yani havarilerin cevabı ne oldu? Biz Allah'ın aslında hemdemçileri yani Allah'ın dinine nüsret verişke tirişlik Allah manımız deb çıktı. Yani ensar Allah degeni Allah Teala'nın nüsret verişken Allah'ın dinine nüsret veriş. İn tansurullaha yansurukum. Âmennâ billah. Biz Allah'a iman keltirdik. Bu âmennâ billah degan söz müşahede. Ayada nüsret verişinin bir yerde ta'lildek. Yani sebebidek. Yani iman ettiği adam bolsa Allah'ın peygamberini
Allah'ın evliyalarını, ulemalarını, dini rehberlerini unda düşmanın aldığında yalnız taşlap koymaydı. Çünkü onunla yardım veriş gerek. Demek ki Allah'a iman keltiriş, Allah'ın dinine nusret verişini keltirdiğin bir narsa bu. Allah'ın evliyalarından düşmanını yandırdıgan, Allah'ın evliyalarını kovdaydıgan, Allah'ın düşmanlarıyla tutuştuğan aslında bir işini payda kıldığan narsa. Vay biz Müslüman da şu ulemalarını, dini rehberlerini başkalar mesela ziyankeşlik kıysa şundan taşlap koysa o imanın mesela vücut çıkmagan buldu. Şuna biz amenna billah, biz iman etkanız. İman etkanlık ki biz nusret verişimiz gerek. Şunda kılımız zaten degandek. Veşhed ya İsa yani guab oldu da hazır bana. Yani şahit kılıp koydu hazır, gualtıp koydu. Bi enna muslimun. Bizning Müslüman ekanligimizga sen guvoh bo'lib qo'y dedi. Chunki qiyomatda hamma payg'ambarlari ummatiga guvohlik berdi. Ondan hamma ummatlarga islom ummati guvohlik qilgan bo'lgan ekan. Kayfa gajna min kulli ummatin bi shahidin va ji'na bika ala haula shahida. Demak Rasululloh Allohimiz shahid bo'ldi. Bizning ummatimiz boshqa ummatlarga shahid bo'ldi. Shuni guvohlik qo'yish nimasi shu yerga keldi. İnnema talabu şehadetahu bi islamihim ta'kiden li imanihim. Bak özünün aş imanının zaten müstahkem ekanligini ta'kidlab qo'yish uchun. Ondan yana bizning maqsadimiz zaten oxiratni ko'zlash, Allohning huzuridagi mukofotni ko'zlash bizning maqsad deb shuni bildirib qo'yish. Chunki keyin shu jannat do'zax oldiga borgan chog'da asqatson degan maqsad bo'lgan ekan. Buning asli maqsadi Allah'ın huzuridagi mukofotni ko'zlash ekanligini uqtirib qo'yish. Lianna rusula yashhaduna yawmal qiyamati liqawmihim va alayhim. Chunki ana payg'ambarlar qiyomat kuni o'zining qavmining foydasi va ziyni uchun guvohlik berdi. Nacharlik qilganlarga qarta guvohlik qilsa ularga ham bo'ladi. Lahu lahinda alayhinda deb qo'ydim. Turklar foydasi uchun, ziyni uchun. Liqawmihim va alayhim. وفي دليل على أن الإيمان والإسلام واحد. مش آياته إيمان وإسلام مش إشكي أطلقنا معنى برلكي يدل var. İman ve İslam'ın konu birimi okşamam da arıklı karası var. Çünkü bazıları da okşaş işletildi, bazıları başka işletildi. Bazıda bu işki dil taraftaki etikadında nimege işletilse İslam degen zahiri boyusunu çıkartıldı da. Lekin ba'zida shunda bir-birining o'rniga ishlatildi. Ikkisi bir gapda. Ashunda shunda islom va iymon bir ma'noda ishlatilgan. Robbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidin. Bu oyat hozir Alloh taolaga ojizlik bilan bir xil yelinishdan iboratdir. Ey Parvardigorimiz, sen nozil qilgan vahiylarga biz ishondik dedi. Payg'ambarga ergashdik, ya'ni Isoga. Faktubna ma'ash-shahidin. Şuna bizni öz ummatlarga guvohlik beradiganlar qatoridan ezvetkaylar. Demak, İsa alayhisalom qiyomat kuni öz qavmiga qarta guvohlik qildi. İsa alayhisalom bilan birga agishib iymon etganlarmi o'zining qavmiga qarta guvohlik beradigan bo'lg'achqa shu guvohchilardan ezvetkaylar demoqchi. Mal anbiya allazina yashhaduna li umamihim. Ya'ni öz qavmi uchun guvohlik beradigan Peygamberler bilen billah demekçi ekan. Şahidinna azı peygamberler depti. Ev ma'allazina yashhaduna laka bil vahdaniya. Yoki sana yakki egan ekanliginga guvohlik berdiganlar, shahodat keltirdiganlar desak. Ev ma ummati Muhammadin sallallohu alayhi vasallam li'annahum shuhada'u 'alan nas. Yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati bilan billah unda izvetkelar dedi. Biz shu bilan billah olsak, chunki ashullar butun ummatlarga qarta guvohlik qilganlikda biz shu bilan billah olsak. Demak bu bir duomdi. Alloh taologa duo qiladi. Va makaru ya'ni Bani Isroilning kafir bo'lib ketgan badbaxtlari shu qas qildi, hiyla mikr ishlatdi. Allazina ahassa minhumul kufra hina aradu qatlahu va salbahu. Ular Isa alayhisalomni o'ttiritish uchun suiqasd qildi, dag'asmoqchi bo'ldi. Ya'ni ashunda suiqasd qilishdi dedi. Ular shunda suiqasd qildi, Alloh ularning suiqasdiga yarasha sharif dedi. Masalan, makaru degan suiqasd qildi desak, ya hiyla mikr ishlatdi desak, va makaralloh
ya'ni ashularning qilgan suiqasdiga nayringa qarata jazo qildi demoqchi. Jazo oldi. Qanday desa bi an rafa Isa alayhissalom ila sama. Isa alayhissalomni osmonga ko'tarib echkitish bilan va uning sifatini, qiyofatini uni o'tdamoqchi bo'lgan shu badbaxtga tashlab qo'yish bilan. O'tdamoqchi bo'lgan shu badbaxtni Isa alayhissalomga o'xshatdi. Shu Isa alayhissalom suratida qilyapti. Isa alayhissalom osmonga ko'tarib chiqardi. Hatto qutila. Demak, shu badbaxt shu o'ltirildi. İsa müşedeb öttədir bu. وَلَا يَجُزُ إِضَافَةُ الْمَكْرِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى مَعْنَى الْجَزَاءِ. Yani bir yerde mekr diyen sözüne Allah Teala'ya hakika altıda nispet versek bulunmaydı. Mekr diyen nimitte tuy duymay, çan duymay ziyan uğraş. Bunda noktasak bulunmaydı. Adette mekr diyen sözün özümü bir kıl naçarlıkını bildirilgan dersin. Yaxşı bir ahlak emas. Çünkü bunu Allah Teala'nın dalam nispet versek bulunmaydı. Bu çağda qanday qılmaz? Ya lügat taraftan bu müşakele, mücanese deymiz. Mesela cezâ-u seyyiatin seyyatun mutluha dedi. Çünkü Allah Teala'nın ceza seyyiye olmaydı. Allah'ın kılıkı seyyiye olan iken o da sen tolulsan onu tolgaydı degende. Mesela nesullaha fenesiyahum. Allahu yestehzi'u bihim. Ama cegimdir. Lekin bu balagat nimada müşakele. Lügat taraf. Lekin mazmun taraftan ise Allah Teala'nın nimasi? Allah'ın kılıkı şunda boğaçka şu kılıkına layık ifade edildi bu ne demekçi? Allah Teala'nın cezasını şuların kılmışlığı layık ifade edildi. Yani bu ceza manası gelip opermez. Lekin bunda desek mi oldu? Bu yerde mekr diyen Allah'a has. Bunda bir mekr. Allah'ın mekri bu bendilerin mekriye okşamaydı o. Lekin bu lügat taraftan şu en yakın. Adet şunda işletiş var. لأنه مذموم عند الخلق. Çünkü mekr diyen sözün özü insanlığa karta sert tüyüldüğün, yaktırılmaydığı bir ahlakındır. وعلى هذا الخداع والاستهزاء يخادعون الله وهو خادعهم الله يستهزئ بهم degende. Keza fi şerh at-ta'wilat. Aş kitapta şunda kelgan. Yani muşunda ahvalda kelib qolsa, buni ma'nal jazaga apirib ta'wil qilamiz yoki ma'ni tafsir qilamiz, mushakala deb tafsir qilamiz deb kelgan. Va Abu Mansur al-Maturidining Ta'wilat ahli sunnah degan kitobining sharhida shunda kelgan. Demak, Ta'wilat degan kitob Abu Mansur al-Maturidining kitobi. Sharhi İmam Nasafi'ninki. Vallahu hayrul makirin. Mekr qiluvchilarning eng yomoni. Qattiq mekr qiluvchi. O'zining kitobini naql qildik odatda. Yoki Abu Mansur al-Maturidi o'zi sharhlagan bo'lsa o'zining kitobini shuni naql qilgan bo'lishi mumkin. Lekin Imom Nasafi'ninki shu Sharh at-Ta'wilat degan kitobi bor. Shu kitobni yozgan chaqda tafsir ham dedi. Shuni tadqiq qilgan chaqda shuni muayyanlashtirib ketgan. Shunda degan to'qonda demoqchi. Vallahu hayrul makirin. Yani mekr qiluvchilarning eng yomoni. Aqwal mujazin. Yani jazolovchilarning da to'g'ri ta'wil. Ve aqdaruhum alal iqab min haythu la yash'urul muaqabu. Demek cezalangan taraf tuymaydigan cezalashqa qodir bo'lguchi demek. Hozir bu makrininki ta'rifimiş. Makr degan nima? Iqab bima la yash'ur. Demek sen suiqasd qilmoqchimi? Suiqasd degan mana bu deb ko'rsatib qo'ydigan Alloh demek. İz qala Allahu ya İsa inni mutawaffika ve rafi'uka ilayya. İz zarfun li makrillah. Demek Allah Teala mekr qildi shunama. Şu mekr qilgan chaqda Allah Teala mekr qilib manda dedi demek. Şu chaqda Allah Teala manda dedi. Yoki manda desek bo'ldi. Bu mekr Allah Teala manda degan chaqda yuz bergan. Yani vaqa zalika indama qala Allah ya İsa inni mutawaffik. Ay mustawfi ajalak. Yani senin eclini to'liqlovchi deydi. Ve ma'nahu inni asimuka min an yaqtulakal kuffaru ve mumituka hatta anfika la qatlan bi aydihim. Yani men seni aş kafirlerin öttürüşüden saklap kalguchi ve seni öz eclin bilan ularning qo'lda o'ltirilgan holatda emas, o'z ajlan bilan o'ltirguchi demakchidir. Hatfa anf degani o'zligidan o'lganni hatfa anf. Birasi o'tdagan ya bir sababdan unda o'lgan bo'lsa, hatfa anf bo'lmaydi. Demak, sen o'z ajlan bilan men vafot qilduchi degan ma'noda bo'lgan. Va rafi'uka ilay va seni o'z huzurimga ko'tarib elib ketguchi debdi.
Yani nerede ila semai ve makar melaiketi. Yani benim asmınımga periştiler turduğun cayga demek ki. Bana degen ne? Şunda huzurumga adisi buldum. Ve mutahhiruke minellezine keferu. Kafir boğalladın seni paklıguçaya depti. Yani ulanınki nachar hoşundaçılıkıdın, nachar hamrahlıkıdın ve usallıkıdın degen. Yani bu yerde evet alimlerin oturduğu arxil qarashli var. İsa Aleyhisselam'ni mishada Allah Taala vafot qildirib, andan ko'tarib chiqayotganmi yoki tirik holatda ko'tarib chiqayotganmi? Keyin yana qiyomatdan ilgari bir tushib, o'z ajri bilan vafot bo'lib, hamma maxluqlar qabrdan qo'pgan chog'da birlik bo'lib, munda bulamdi. Bu masalada ixtilof bor. Başka ayetlerin müslis yağdığını o İsa Aleyhisselam'ın sürtüyor, başka sürtüyor, namaz yapıyor, başka sürtüyorsunuz. Şu anda İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü alet çıkıp kendine geçiyor. Çıkış İsa Aleyhisselam tirik halatda çıkarttı mı? Ya ki başka birisi İsa Aleyhisselam okuşturulup o Yahudiler şunu öterdi. İsa Aleyhisselam öz eceliyle yaşayıp mahfi bir yerde. Keyin andın öz eceliyle ölüp gitti mi? Andın Allah Teala ruhunu aşmaya çıkarttı mı? Şu vaktin özde çıkartmak, keyin de çıkarttı mı? He. Her xil qarashli borda. Lekin to'g'ri qarash Imom Qurtubiy debdi: "Va sahih annalloha rafa'ahu min g'ayri wafatin wa la nawmin." Wa huwa sahihu an Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Ve Allah Teala bu dunyoda vafot qilmay shu tirik holat bilan qachida, masalan ba'zi rivoyatda havariylar bilan, shu 12 havariya necha havariy bo'lsa, bir uyga chigan. Chiganki havariylardan birisi satqullik qilgan bu. Satqullik qilib Yahudiylarga men Isoning bayram deb bersam, buni mukofot to'lashlarga 30 tanga mukofot bergan. Yani ki bu men chirib mana hozir boshqayamasa deb chigan vaqtida İsa Aleyhisselam buna to'n kiyimlarini kiygizib qo'yib, nima qilgandiki, shu İsa Aleyhisselamning suratiga chigandikan, voy shu uyda borkim mana chiranglarni tuting deyman deb shunda chiqishiga İsa chiqibdi deb o'tirib ketgan. Voy men İsa emas, haliq qadamdim desa, İsa'ning suratida bo'lgan ekan, ishonmagan. Endi İsa Aleyhisselam to'nglikdan chiqib ketgan deb qaraydi. Yo'q, shunday rivoyat kelgan endi. Bu rivoyatning ba'zisi to'g'ri, ba'zisi to'g'ri emas, har xil nima bor. Isroiliyatim. Va qila mutawaffika qabiduka min al-ard. Zimindan men seni olma, ya'ni jinon olma degandek ma'no o'sgan. Men tawaffaytu mali ala fulan iza sawfaytu. Ya'ni seni changallab olma degandek, qamallab olma degandek. Mesela men falandan melimni oldim, sen qo'limga oldim degan ma'noda bo'ldi dedi. Ya'ni qo'limga olchi. Ev mumituka fi vaqtika ba'da nuzul min as-sama. Yoki sen osmonga chiqib, keyin tushgan vaqtingda, andan seni o'z ajling kelgan vaqtida, andan seni vafot qildigicha degan bo'ldi. Va rafi'uka al-an. Lekin men seni hozir ko'tarib chiqdiman, lekin keyin osmondan tushib, kirisni chiqib, cho'shqin o'tirib, jizyini bekor qilgan chaqda, o'zing o'z ajlingga o'lgan chaqda, men seni vafot toptirma degan bo'ldi. Demak, bu oyatda taqdim va ta'xir bor edi. Taqdim va ta'xir. Inni mutawaffika va rafi'uka, ya'ni rafi'uka al-an, thumma mutawaffika ba'da zalik degandek bunda. Izil vav la tujibu tartib. Demak, bu yerda va rafi'uka da vav bilan kelgan bo'lsa, bu tartibni bildirmaydi. Munda qiyuchi, unda qiyuchi deb bir-birlab sanayotgandek. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Yanzil Isa khalifatan ala ummati yaduqqu as-saliba va yaqtul al-khinzir." İsa mening ummatimga xalifa bo'lib tushdi, kirisni chaqadi, cho'shqlarni o'ltirdi, va yalbatu 40 sana 40 yil zaminda turdi, o'yinib, farzand ko'rdi, andin vafot bo'lib ketdi debdi. Va kayfa tahliku ummatun ana fi awwalaha. Beshida men bo'lgan, oxirida İsa bo'lgan, mening ahli baytimni bo'lgan Mahdi o'ttirdi bo'lgan, shunda bir ummat qanday malak bo'lib ketsa, Allah bo'lib ketmaydi. Davomli payg'ambar shunda babning ummatda demakchi. Bu endi ajiz hadis bo'lishi mumkin. Lekin Sayyid Buxoriyda kelgan hadisda shunda babu kasr salibi va qatlil khinzir degan babda Abu Hurayra radhiyallohu anhu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yanzila fiikum ibn Maryam hakaman muqsita fayaksira as-saliba wa yaqtula al-khinzira wa yada'a al-jizyata wa yafida al-ma'u hatta la yaqbalahu ahad. Ma huwa Sayyid Buxoriy degan hadis. Yani bir hadisde وَالَّذ۪ي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ ف۪يكُمْ اِبْنُ مَرْيَمْ
حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني بالرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Demek İsa Aleyhisselam anda asmanı şiketken çağda, yani periştilerden uçup gitti depti. Bunda bazı rivayetlerde. Uçup ketkeni görgendikken bu sahabeleri, yani ergeç kişilere üç fırkıya ayrılıp gitti. Üç fırkınınki birisi Allah bizden bilirken onda asmanı çıkıp kaldı bana. Şu bizden bildiği olan Allah eken dedi. Demek İsa'nın Allah şu eken dedi. Bu Yakubiye diyen taipsi eken. Yani bir fırkısı Allah'ın oğlu bizden bilirken biz ufakımızdan da azı çıkıttı bana der. Allah'ın oğlu da durur. Bu Nestoriye diyen. Yani bir fırkısı Allah'ın bendisi ve Resulü bizden birlikte bir müddet durup Allah Teala onu huzuruna elip çıkıttı dep vardı. Bunlar olsa şu Müslümanlar. Müslümanlar. Yani şu İsa Aleyhisselam'a erişip, şu iman edip, şu dinini çın tukalı Müslümanlar. Yani hikayeciye de şurada şey olmandan bahsediyor. Buhari'de İslam usulüne alımı ıtlak oluşanlar yani Kur'an'ın ayetlerdeki bazı sözler anda ihtimallik çıktırılgan aleti boğaçka sahih hadisni red kılıp duruldu Allah. Hadisga işenmeydi Allah. Mesela Kur'ançılar deymiz, hadisni hüccet deb qaramaydi Allah. Tushmaydi. Ev mutawaffi nafsaka bin-nawm. Yoki seni uyqu orqali vafattab uzg'uchiya deydi. Yani bu vafattab turish degan odatda uxlasin bir xil uyqu degan o'limning yerimi deydigan yapag'u. Mesela Allah Teala'nın Allah yetevaffal enfusa hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Femsikulleti qada alayhil mevt ve yursil ukhra ila ajalin musamma. Evet, uykunu mu ona vafat dedi mi demin mi? Bu bir xil vafat şuna ama yani Allah Teala'nınki muşunda ben uxlagan çağda cenini bir xil apturdu. Keyin ondan onu qaytib turdi degandek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyqudan uyg'ongan çağda Elhamdülillahillezî ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nushur. Demek bir xil o'tirib, onda hayot bag'ishlagan Allah Taolaga hamd aytgan ahvol. Demek bu bir xil o'limning bir turi deydi. Demek ma xultib qo'yib, ondan siz bunda ko'tarib chiqdima degandek bunda tafsir qilganlar da'vatini. Va anta naim hatta la yalhaquka khawfun. Demek men seni xultib qo'yib, uxlatqiningda qo'rqib ketmasliging uchun xultib qo'yib turib Xılatqınında asmanı götürüp çıktım ha. O asman asmanı şundan götürüp ezden qo'rqib ketding demek. Mana bu bir xil tafsir. Va tastayqidu va anta fis sama aminun muqarrab. Sen uyg'ongan vaqtingda o'zingni osmonda baham atrofingda shu o'z yarallar, farishtalar, shular ba odatda shunda xotirjam endi ko'rsa demoqchi. وَجَعَلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ yani sana ergeç kişilerini bunda kıyıcı dedi. Yani bu اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ kimlerse Müslümanlar. Yani Müslümanlar yine bu yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden çıkan Müslümanlar diyen buluşu mümkün. Yani ki şu çağdaki ergeç kişilerin Müslümanlar diyen buluşu mümkün. Çünkü اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّ وَلَا نَصْرَانِيَّ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Lavanken İsa aleyhisselam şu Müslüman. Bunlar ergeç kişiler mi Müslüman buldu? Lavanken şu Müslümanlar ne? Yani havariyilne, sahabelerin ne demek şey mesela? لِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُوهُ فِي أَصْلِ الْإِسْلَامِ. Demek ular İslam'ın özde ergeçken. Elbette şeriatte, doğulunun şeriatı ayrım bozu mu? Ne dedi? Ya ki bunda İslam ümmetindeki Müslümanlar ne demekçi desek mi buldu? İslam ümmetindeki Müslümanlar İsa'ya ergeçken. Resulullah bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeçken. Lakin bunun şeriatı da ahkamlar tarafından farklı olsun mu? Aslı ciltizde bir İslam dini bu demekçi. دُونَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوهُ وَكَذَّبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Sana ergeçken Müslümanlarını kafirlerinin üstüde koyma dedi. Lakin İsa'ya işenmegen, İsa'nın yalgan çıkılıp aza vergen, suikast kıygallar Yahud Nasara bula ne unda koyma. Fakat sana ergeçken Müslümanların üstüden koyma demekçi. فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Sana tangallarının üstüden aşında galip kılma. İlâ yevmül kıyamet. Kıyamet kadar. Bir adam da fevk diyenmiş. Fevkiye
maddi masalan hukmronlik jihatdan g'olib kelish islom bilan bo'lmasdan balki ya dalil doli jihatdan ustun qilaman yoki hukmronlik jihatdan ustun qilaman degandek bo'lishi mumkin. Va fi aksar al-ahval biha va bis-sayf mana. Dalil, isbot, hujjat, fakit jihatdan ustun qilaman yoki qilich orqali, harbiy kuch orqali g'olib qilaman degan bo'lishi mumkin. Summa ilayya marji'ukum. Ondan keyin hammanglarning qaytilgan joyi menga bo'ladi. Oxiratda qaytarilgandan keyin fahkum baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ondan sizlar o'zaro ixtiloflashgan aşı masalada men hukm chiqaraman. Demak, İsa o'ldi, o'lmadi, payg'ambar emasdi va kazaga talash-talashdan Alloh taolo hukm qilib qo'yishi. Demak, mushu hozir vaja'alul ladina tabauka fawqallazina kafaru degan mushu oyat balki shu Isa alayhisalom qiyomat bo'lsa ilgari bir tushdi. Tushib hamma kiristlarni chiqib, cho'shqlarni o'tirib, xristianlardan hech birisini qolmaydi. Jizyani bekor qilib, qilganmasa, Isa alayhisalom iymon etdi. Tushgandan keyin mana Isa deb nqisa hammasi iymon etmay chari yo'q unda. Shuna va min ahli kitob illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi degina. Ay Isa alayhisalom vafot bo'lishdan ilgari shu chaqda Isa alayhisalom tushgan chaqda ba xristianlar har qanday iymon etmay qolmaydi. Demak, iymon etdi, bu xristian tushgandan keyin jizya degan narsa qolmaydi degan gap. Demak, shu chaqdagi tushishga, shu chaqdagi g'olibiyat, favqiyat shu maqsad qilingan bo'lishi mumkin. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Bu hazır hüküm. فأحكم بينكم degan hüküm hazır nimeden ibaret ise bunun tefsili bir-birle bayan qilib. Bu hükümün mezmunu muşunda ibaret. Kafirlar mında, müminlerge mında qilib hüküm qilma degan. Hamda nima uchun bu kafirlarga chiqarilgan hukmni boshladi-da? Masalan, boshqa famillardan amanu demay. Chunki hozir ma fahkum baynakum fima kuntum fihi takhtalifun ilayya marji'ukum degan tahdidli iborat. Tahdidli iborat bo'lgan kafirlarga chiqarilgan hukmni, ya kafirlarga chiqarilgan hukmni boshda shuni dedi. Ammalladina kafaru fa'u'adzibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Min nasirin deganda biz yuqorida bir oyatda min nasir degan bilan o'xshash lekin hamda ya'da masalan men ansori degandek hamdamchining gapi bo'lgandan keyin ya'dimi ko'plik holatda bunda iborat surishda iborat degandir. Va amallazina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim. Ya'da hamda yuqorida kafirlar qarta fa'u'adzibuhum dedi. Mutakallim siyg'asida. Hamda ya'da g'achchida g'oyib siyg'asa kirdi. Fayuwaffihim. Demak, bu yerda nima voqeasi yuz berdi? Balog'at tarafdan iltifot. Demek bu yerde hitaptın gaybaga iltifat oldu. Nima uchun esa ma ikkisininki hozir jazosi nimasi o'xshamas. Ma boshqa bir narsa, ma boshqa bir narsa. Bir yetkilish bo'lganmi? Va tafsirul hukmi hatan al-ayatan. Ashu fa ahkumu baynakum degan so'zdagi hukmning tafsiri mush ikki oyatdir deydi. Fa yuwaffihim habs. Odatda biz o'qigan qiraat bo'yicha habs shunda qiraat. Lekin boshqalarcha fan yuwaffihim nunula. Yani nuwaffihim desa fa'u'adzibuhum bilan yana o'xshash bo'ldi. İltifat olmaydi bak. Lekin mufratdan hamda ko'plikka o'tkazgan bo'ldi. Bu ko'plikni nimani bildirdi? Yani Alloh taolo jama' siyg'asi bilan nima qilsa, tafhim va ta'zim va ijlal. Shu bizning qiraatimiz hafsan asim fa yuwaffihim. Amma boshqalar qanday qiraat qildi? Nunula. Fa nuwaffihim. Maktabda uni yozmadi. Ya xato. Nuwaffihim. Bizden kıraat şu, feyvaffihim. He, bizden kıraatımız şu. Biz başka çok koyduk. Başka çok olmaz. Demek başkalar, başka kıraat kıldı demekçi. Ulan kıraat kanda nun ulan. Fenuvaffihim. Yani biz toluk mükafatını vermez ulağa. Zalike netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. Zalik diyen aşu mana. Aşular diyen demek işaret. Yani İsa Aleyhisselam'ın aşı yaptığı ceryanında vakalike yukarıda bayan kılan kıssası ve onun başka aşını setiştik vakalikle netluhu aleyk. Biz sana onun haberini söyleyip vermez. Söyleyip vermez diyeyim ben. Zalike mubtada netluhu aleyk haberi. Minel ayat bu hudda haberden keyin haber kayindi. Zalike netluhu aleyk bu bir haber. Minel ayat aşula aşı vakalik namısı ayetlerinin cümlesinden diyeyim ben.
yoki natluhu alayk deganda hal desak bo'ldi. Zalika natluhu alayka min al-ayat. Ashula biz sana tilovat qilib berayotgan oyatlardan. O xabar mubtada mahzuf dedi. Huwa min al-ayat endi. Va zikrul hakim, zikrul hakim degan odatda o'sha Qur'on Karimning bir nomidek bo'lib ketganida, ya'ni Qur'on Karim demakchi. Nima uchun bu hakim deb ataldi desa, bu mahkam, yani bunda hech qanday bir yo'chiq yo'q. Na puxta qurashtirilgan, hech qanday shamol o'tmaydigan mustahkam kitob bo'lg'achqa hakim deb ataldi. O kandahu yantiqu bil hikmati li kathrati hikamihi. Yoki hikmat bilan to'lgan bo'lg'achqa, do'mliq hikmat bilan so'zlab to'g'achqa danishmandek hamda hakimdek unda ifoda qilindi dedi. Min al-ayat degan xabar. Lekin mubtada xana desa huwa degandek. Wa nazala lamma qala wafd bani Najran hal ra'ayta waladan bila abin. Biz ma'surning beshida mushurninki 20 yoki 80 oyatga yaqin oyat mush bani Najran bilan bo'lgan kuchirish va munozirninki bayoni deb o'tgan to'q. Hozir mana shu sababi nuzulni yana bir qatim eskartib qo'ydi. Bani Najran Mekkaga vaqtda bu xristianlikda, arablar xristianlar. Bular munozirlashdi Rasululloh. Shu munozirning bir qismi bu debdi, bu Isa iloh deb turibdi. Isa iloh bo'lmasa sen odatda dadisi yo'q bir farzandni ko'rib baqdingmi? Agar inson bo'lib qolsa, bu dadisi va bo'ldi. Dadisiz bo'lgandan keyin bu iloh bu deb turibdi. Yana Alloh taolo Rasul orqali ularga bunday deyavergan. Ya'ni bu dadisiz bo'lsalar bu Alloh olib qolgan bo'lsa, unda Odam alayhisalom dadisimi yo'q, anasimi yo'q holatda bunda turilgan, unda Odam alayhisalomni Alloh divasanlamamda deb uni mat qilgan. Inna matala Isa indallohi kamatal Adam. Allohning huzurida Isaninki ahvoli shu Odamning nimasiga o'xshaydi. Misoli, inna sha'na Isa va halahu al-ghariba, yani buning g'alati bir ahvoli İsa'nınki Adem Aleyhisselam'ınki o'xshab qoladi. Xalaqahu min turab. Uni tuproqdan yaratgan. Dadisiz emas, ham dadisiz, anasiz holatda shundan tubidan yaratgan. Min tin. Qaddarahu jasadan min tin. Demak, laydan ashunda gavdisini, badanini shundan yaratib etgan dedi. Va ya jumlatun mufassiratun lima lahu shubbiha Isa bi Adam. Demak, nima uchun Isa'ni Adamga o'xshatdi? İşte bir mezmun var. Demek halakahu min turab degan şu cümle aşo o'xshatishga mezmunni izohlab beribdi. Va la mawdi'a laha. Demak bu i'robning o'rni yo'q deb. La mahalla lahu min al-i'rob. Tamam? Ay khalaqa adama min turabin va lam yakun thamma abun va la ummun. Demak Adamni tuproqda yaratdi. U yerda dada ya ana degan narsa yo'q edi. فكذلك حال عيسى مع أن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب. Demek İsa'nın ahvalı şunda. Teke mandamı deyiş doğru kıldı. Ata anısız dünya keliş atsızlam. Anılan atsızlam. Anısı bağ alatta, dadısı yok alatta dünya keliş karıkanda bu tekim galite. Feşebbehel garibe bil agrab. Demek adı garip bir işine intayin bek garip bo'lgan bir ishga o'xshatyapti. Liyakuna aqtalil khasm. Bu qarshi tarafni uzil kesil mat qilib o'tish uchun dedi. Yani garipni garipga o'xshatgan bo'lsin mat bo'ldi. Lekin dadisiz ham anasiz yaratilgan bu texmo g'alit bo'lgan ekan. Bunda texmo og'zi jumulada texmo mat bo'lsin deb. Ve ahsama limadati shubhatihi. Ularninki kallasqa kelib qolgan shubhaga sabab bo'lgan narsani uzil kesil kesib yo'qotish, jiltizdan qo'mirib tashlatish uchun. İza nazara fima huwa aghrabu mimma istaghrabu. Yani o'zi g'alati deb qaragan narsadan bakra g'alati bir narsaga nazar tashlagan ekan, jim bo'ladi demoqchi. Va an ba'dul ulama, ba'zi olimlar bunda debdi. Balki bu ba'zi olimlar İmam Nesefi dersiga qatnashgan yoki qatnashgan so'zni anlagan olim bo'lishi mumkin. Ba'dul ulama degan. Yoki ba'zi kitobni ko'rgan bo'lishi mumkin. Annahu usira bir Rum. U mushrimliklar tarafidan asirga olinibdi. Ash olim Rimlikning qo'liga asir tushib qolibdi. Shu olim shu voqeani deb turibdi. Faqala lahum, shu olim Rimliklarga debdi.
Lima ta'budun İsa? Siz nimacha İsa'ni iloh deb cho'qinsizlar? Qalu li'annahu la abalahu. Çünkü onun dadısı yok debdi. Dadısı tug'ilgan bo'lgan kim cho'qinmas. Bu ilohning bolasida ekan. Qala fa Adamu awla li'annahu la abawayn lahu. Bunda olsa sizning cho'qinishinglar uchun Adam alayhisalom texmin loyiq ekan. Çünkü onun hem dadısı hem anası yok da. Qalu kana yuhil mauta. Ibn Qudabda yo'q, u İsa o'liklarni tirildiradi degan ekan. Olim debdi. فحزقيل أولى لأن عيسى عليه السلام أحيا 4 نفر وحزقيل 8000. Bundan kim bu Hizqil aleyhisselam'a ibadet kılsanlar bekrek layık kılıptı. Çünkü bu ödegin tirildiralıydıgan kişi ibadet kılışına layık olsa İsa karaganda Hizqil bekrek layık olan buladı. Çünkü İsa aleyhisselam tüt canlılan tirildigen, ölgen tüt deylerini tirildigen. Lekin Hizqil 8 mingni tirildigen. Bu Hizqil kimde? Yusha ibn Nunninki xalifasining xalifasidi. Bu alam tara lillazina kharaju min diyarihim ulufun hadaral maut faqalahumullahu mutu thumma ahyahum. Ama bu Hizqil alayhisalom şu uluf o'lib ketib bo'lgan chaqda bu uluflar vabo kasaldan qochib yoki Allohning payg'ambaridan bizni jihad qilishdan yo yurtdan mudofiaa qilishdan qochib sayga chiqqan chaqda Alloh taolo mutu deb o'ttirib etgan. Ya'ni o'limdan qochgan o'lishadi. Anda bu bir muddat o'tgandan keyin bu Hizqil alayhisalom da ketib ashularning ustiqollari, shu jasadlari qurib chirib ketgan o'tib qilib, shular qarta shularni tirildiribpa deganmi yoki Alloh taolo qanday yaratadigandu deb o'zimda o'ylangan chaqda ko'z qo'yishsin amasa tirildirib beray deb shuni ko'z oldi tirildirib bergan. Biz shu tafsirda o'tdik-ku buni. Shunda rasmni qopdi. Demak 8 ming yo 10 ming, manchi ming degan raqam bor shu chaqda. Shunda kishilar shu ko'z oldida shuningki chaqirgan amasa, bu qubida deganda chaqirsa tirilib qo'pqan bo'ladi. Demak bu undaqsa İsa alayhisalomdan jiqra qadamni tirildigan bo'libdi. Ma'noni cho'qinsang o'dak debdi. Faqalu kana yubrul akmaha wal abras. Ulamda ya o tug'ilmi qarg'o kishilarni oq kasallarni saqaytalaydi. Lekin qala fajirjisu awla li'annahu tubiqa wa uhriqa thumma qama salima. Undan jirjisga ibodat qilsang o'dak. Chunki bu uydirilib, pishirilib, keyin anda yana saq qo'ygan. Bu jirjis şu Bani İsrail işidan ibadetilgan payg'ambarlarning birisi yoki solih kishilarning birisi. Demak, olim shudan bo'lganda bir munozirni so'zlabdi, bu Imom Nasafiy shuni naql qildi. Thumma qala lahu kun fayakun. Demak, Adam alayhisalomga Alloh taolo bo'l deyishillam inson bo'lib maydonga chiqdi-ku. Ay anshahu basharan. Ay layni inson bo'l deyishillam inson bo'lib Alloh taolo paydo qildi. Ya'ni fakana demakchi. Bak nima voqeani bayon qilib o'tadi. O'tgan voqeani. Va huwa hikoyat halin madiya. O'tib ketgan bir voqeani so'zlab o'tadi. Va thumma li tartibil xabari alal xabar, la li tartibil muxbari anhu. Bunga gap. Boshda xalaqahu min turab dedi. Bu boshda bo'ldi ama uni jasad qilib bunda bir nima yaratgandan keyin andin kun fayakun debdi inson bo'ldi dedi. Yani ma xabardan keyin anda ma xabar bo'ldi demoqchi. La li tartibil muxbar anhu. Muxbar anhu şu Adem aleyhisselam. Demek kun degan so'zi lay paydo qilib uni qilgandan kim bo'lgan so'z demakchi deydi. El-haq min robbik. Xabar mubtada mahzuf ay huval haq. Yani mushu biz degan mushu oyatlar, voqealiklar, bayon qilgan qissalar Parvardigoringdan kelgan haq mushu. İsa alayhisalomning voqealigidan biz sana so'zlab bergan mushu jarayon haq demakchi. Fala takun. Bu haq bo'lgandan keyin sen gumon qiluvchilardan bo'lib qolmagan. Ayyuhas sama, yani mushuni anglayotgan inson dedi. Ve yahtamilu an yakuna al-khitab lin-nabi. Demak, hozir xitob li kulli man sami'a, bu bir ehtimol, ikkinchi ehtimol Rasulullohga xitob bo'lishi mumkin. Ve yakunu min bab at-tahyij. Endi Rasululloh buning shaklini qalamda, ya bu undag'i nima babida desa, texmo Rasulullohninki ko'ngli qo'zg'atishdan iborat degan. Qo'zg'atib, texmo mustahkam turish uchun. Odatda masalan, misol olsak, jangga chiqqanida masalan, toza urush qilsa, qo'rqma deb qo'ysa,
Texama kopmay unda turish sabab bo'ldi-ku. Shunga o'xshash bir nima demak, qo'zg'atishdan iborat degan shu. Endi asosan ma'sumun anil imtira, ya'ni shak qilishdan ma'sum bo'lib ketgan tursa, fala takunana minal mumtarin degani unda bo'lmaydi. Unda bo'lmaydi, nahy qilish hojasiz, lekin bu yerda Rasulullohning holatini, ruhiy holatini texama sabab turish uchun qo'zg'atishdan iborat. Demak, mush ahvol shak qilish masalasi intayin xatarlik ish ma'vo deb hatto shak qilmaydigan zotnimi shak qilmag'in deb ogohlantiruvda darajada xatarlik ahvol demak. Faman hajjaka fihi. An mushu jarayon mushunda mana. Hammaga Rasululloh xristianning har qanday davlasiga mana Qur'on Karimda bayon qilgan holatda vaq qo'yib hammaning og'zini itibdi, mat qilibdi. Bundan keyin mana mushunda aniq dalil isbotlar voqealikning haqiqiy voqealigini bayon qilgandan keyin bundan keyin qanday bir xristian kelib sen bilan do'lilashib qolsa, takallishib qolsa, mush masalada ya'ni Isa alayhisolamning bunda tug'ilish va patulash jarayon masalasida min ba'di ma ja'aka min al-ilm yuqoridak aniq haqiqiy sog'lom ilmni vujudga chiqaradigan mushunda aniq isbotliq tunish kelgandan keyin faqul ta'alu andiki o chaqda boshqa nima qilmaydi. Andan rasmiy kilonamiz biz bir-birimizni qag'ishayli yo qasam ichishayli desang bo'ldi. Uning boshqa sari yo'q demoqchi. Va ma bima'na alladhi, ya'ni ma ja'aka min al-ilm. Ya'ni alladhi ja'aka min al-ilm degan. Faqul ta'alu kilonlar deysan. Boshqa gapning o'rni yo'q. Val muradu al-maji' bil azm va ra'i. Bu yerda o'z irodasi bilan balvag'lab kilayan degan ma'noda. كما تقول تعالى نفكر في هذه المسألة. قد مثلا كلاب ما مثل بقول بقيلا مذاكرة بقيل ديمان. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كلامنا مثلا بس بالرمزنا وأسلام بالرمزنا. خطون أيالرمزنا وأسلام خطون أيالرمزنا وأزمزنا وأسلام وزنلانا شاكريلا. Yani her birimiz bizmo sizlarmo hammaylan o'zining o'g'allarini, ayollarni va o'zinimi chaqirsin, hammaylan kelayli, la'natlashish, ya'ni qarg'ishga kelaylanmaylan. Xuddi masalada jidallashib qilib, haqiqatni ayramay qolganchada kilonamiz Qur'on tutishamdoq, degan sho'g'o bizning o'rda. Kelaylan Qur'on tutishamdoq, qasam ichishamdoq degandek. Bu mubahala, ya'ni mubahala degan hozir qarg'ishdan iborat. Xuddi masalan hadi cemiyetki, eğer ben yalgancılık kalsam, beşimle öley degende. Çıkıraylarında dişilik var. Desem de yalgancılık kalsa, beşimle inanıyor. Şu Resulullah'ın vakasında küçük olan iken, ve hak peygamber olan iken, İsa'nın vakası iken, Kur'an-ı Kerim bayan kılmış ve hak haber olan iken, hiç kanda korkunç yok. Kosak ağır komut, taviz istim korkmayan iken, kilamamsa, kargı şeyle, eğer sizin yalgan bulup kalsa, siz beşimle izler. ثم نبتهل yani ثم نتباهل نبتهل yani qarg'ishayla o'zaro mubahala qilishayla bi anna qula bahlatullohi alal kadhib minna va minkum yani bahla degani yoki buhla degani la'nat yani qaysimiz yolg'onchi bo'lsak Allohning la'nati bo'lsin shuningga deyishayla demoqchi va bahlahullohu la'anahu va ab'adahu min rahmati demak bahla degan la'nat qildi degan bo'lar ekan yani rahmatidan yiroqlashtirdi rahmetinden mahrum kıldı, kovuldu. Ve asıl ibtihal hada. Demek ibtihalının manası, asli manası şu. Lanet yamandı. Thumma yustamal fi kulli duain yectehidu fihi ve illem yekun ilti'ana. Demek bu lanetliş bombusu mu? Kattık küçük dua kılış olup kalsa, ibtihal da ataydığım bulup kettik yine. Şu ama adette mesela azamdan ilgiri, bomdan azamdan ilgiri bir dua koyduğu, ibtihalattir duanı. Kullu duain yectehidu fihi وَاِلَّمْ يَكُنْ İltihana. Lanetliş bombusu mu? Lanet maddesi bombusu mu? Kanda bir tirişip kıygan dua olsa, küçük dua kıysa, bu ittihad edip atıldığın buldu değil. Bu köçmü mühendisi değil misin? Sözün köçmü mühendisi. Rüyanda o sallasam, لَمَّا دَعَاهُمْ اِلَى الْمُبَاهَلَةِ قَالُوا حَتَّى نَمْدُ Hristiyanlarını mübahaleye çağırgan vaxtıda, bula kanımız meslak bakılı edipti. فقال العاقب وكان ذا رأيهم وعاقب دينا شنو كاتسيكن شنو دارشمنيكن ها أفسقليكن بودبتم والله لقد عرفتم يا معشر النصارى يعني شو نجران أمكنن شديكه
aqsaqallardan birisi ekan. Bu maslahat qilgan chaqda bu aqsaqallar shunday debdi. Alloh bilan qasam, nasaralar jamoati sizlar bu Muhammadninki ras Alloh evatgan payg'ambarlikni sizlar tunib yetdinglar, bildinglar zodi. Va ma bahala qawmun nabiyyan qat fa'asha kabiruhum va la nabata saghiruhum. Qanda bir qavm o'zining payg'ambari bilan bunda la'natlashib, bunda qilgan ahvolda u cho'nglarmi, hammasi o'lib, kichiklarimi cho'ng maylam qurib tugab ketgan ahvol bor. Qat'iy nijat topamaydi, yani saqlanmaydi demoqchi. Va la in fa'altum la tahlikunna, yani sizlarga navoda bunda mubolag' qilsanlar hammanglar halok bo'libsizlar. Fa in abaytum illa ilfa dinikum fawadi'ur rajul. Dininglarda zodi chin turibdiq deb bunda tezlik qilib turasanglar, madam asta xo'sh deb asketinglar. Bunda mubolag' qilish qolmanglar. وانصرفوا إلى بلادكم. يبقى عندنا نسيت قطن. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن. يبقى رسول الله أنا تيارلب ميدان çıktı. Bunu mesela kılıp killer diyendiken etigende Resulullah'ın özünün aşı ballarını, kızlarını, kuyağını elip özünün aşı ailesini. Demek bu aileni elip kiliş diyen katlı işenizden buldan gel. Eğer o özünün gepi cağı çıkıp kaldığın da xatar olib qolgan bo'lsa, bolalar nargiga kelmaydi. Yani to'liq ishoninglar mana Husaynni aşıqçı elib, Hasan nima etilib, Fatima radhiyallohu anha oxidan nopdi. Hazrat Ali ma oxidan nopdi. Demak, mushu Rasulullohning oilasi. Va huwa yaqul: "Idza ana da'awtu fa'minu." Va huwa degan Rasululloh ayni kelayotgandekmishim. Bolalarga Rasululloh deydigan, "Men shunda duo qilsam, Alloh la'natishgan duo qilsam, sizlar amin danglar." Deb ağlığa gep uydup kelibdi. Faqala uskufu Necran. Shunda kelayotganini ko'rgandikan bu Necranninki ashu mullisen, da mullisi. Uskuf degan ashu xristianninki mullisining ismi. Ya ma'sharan nasara. Bu Rasulullohning shunda kelayotganini ko'rib. U Rasulullohning quchqida Husayn, qo'lini etilgan Muhammad Hasan, oxida Fatima, Hazrat Ali radhiyallohu anhu bo'lganikan bunda qarablamanda shu zimindikanda Allah Teala en suyumlik bendileri, en izzetlik bendileri şu an. Sonra da o karab, sonra işatak. Ben şunda çıraylarını görüvetemen ki, لَوْ سَأَلُ اللّٰهَ اَنْ يُزِيلَ جَبَلًا مِنْ مَكَانٍ لَأَزَالَهُ بِهَا. Eğer muşula hazır, muştağını şunda lamayağını ütküsüyle de Allah Teala dua kıpası, geçli ütküsülen halette Allah. Demek şunda görünüp durdu bunun çıraydı. فَلَا تُبَاهِلُوا فَتُهْلَكُوا. Şuna sila mübalik kıpsamanla. Bulmasa halak kılınıp ketip kalsılar, ya halak bulup ketip kalsılar diye tahlik olsun. ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. Demek halak bulup ketip kalsanlar, bütün kurup gitsinler. Nasrani'den birisi, Hristiyan'dan birisi zemin üstünde kalmaydı. Bir mi kalmaydı? Hemiz kurup gidiyordu. فقالوا يا أبا القاسم. Sonra astam de şilaşka başladı. Ebul Qasim degene astam şilğanlıkman mısın? Çünkü bu künyeyle çağrıştıyan Arap'ın adetinde size hürmet, bir amralıqni ifade ediyor. Ya Ebul Qasim, ra'ayna Allah nubarik. Bezan sen bilan qag'ishib yurmaydi deb masal qildik. Deb asta bo'shab yeni oldi. Fasalahum ala alfay hullatin kull sana. Ve biz mubolag' qilmaydik. Biz bunda bir xil tulab tursak arijalar. Sen mushuni ele bizga chaqilmasa deb yalvardi. Yani her yili 2000 qur kiyim to'laydi ekan. Bir to deymiz o biz. Bir kur deymiz. Aslında Uyg'urcha bir kur deymiz. Bu to degan Xitoycha so'z o. Faqala sallallohu alayhi vasallam vallazi nafsi biyadihi. Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasam, innal halaka qad tadalla ala ahli Najran. Halakat Najran aholisiga, xalqiga shunda sangilab cheylam deb qolgandi. Sanglada şey deb tas qolgandi. Walau la'anu la musikhu qiradatan wa khanazira. Navada bular shunda la'natlashib qolgan bo'lsa, shu hamon zodi bular cho'shqa va maymunga surati mubaddallab shuning suratiga kirib ketib qoldi. Va innama dammal abna'a wan nisa. Ammo nima uchun mana bolalarimizni, xotin, qizlarimizni dedi. Va in kanat al-mubahala muxtassa bihi va biman yukadibu. Demak, bu hozir Rasulullohga ishonmay turganlar, Rasulullohning zotiga chetishlik bo'lsa-mu, bu xristianlar sen payg'ambar deb e'tirof qilmaymiz deb turgan bo'lsa-mu, lekin bolalarimni, qiz bolachaqlarimni
eklama deb munda deyish nima uchunsa dalga akadu fi dalala ala thiqatihi bihal o'ziga ishonchi komil ekanligini texmi dalolat qildi. O'zining rasul ekanligiga keskin ishonchi borligini bildirdi. Hayth istajra ala ta'rid azzati shunda ishonchlik bo'lmasa o'zining eng aziz oilasini xatarga yo'liqtirmaydi. Va afladi kabadihi yani jam paralarini yurak paralarini xatarga yo'liqtirishga jur'at qila olmaydi. Lidalik shu ish uchun yani bunda xatarga yo'liqtirmaydi. Va lam yaqtasir ala ta'rid nafsi lahu. Shunda bo'lmasa o'zini ham xatarga yo'liqtirishdan kifoya qilmay, oilasini ham xatarga yo'liqtirmaydi. Va ala thiqatihi bikizbi khasmi yani taxa o'zga ishonchi va ham qarshi tarafningmi raqibningmi mavqasining bo'sh ekanligi yolg'on ekanligiga uningmi qarta ishonchi komil. Hatta yahlika khasmahu ma ahibbati va azzati. Demak, dushman taraf halak bo'lsa, uning balchaqlari bilan xotin balchaqlari hammasi halak bo'lsin. Ammo halak bo'ldi bu. Nolika ashulma. Halak bo'lib ketsin demakchi. Mubohala kutgan taqdirda, bo'lgan taqdirda. Wa khassal abna'a wan nisa an nimuchun ash farzandlarni, ayollarning ichida qizlarim bor yoki ayolim bor. Nimuchun mushularni ham tilga oldi. Li'annahum azzul ahli va alsaquhum bil qulub. Bu oil tavobatning ichida eng yaqin odamlar shu deydi. Eng qadrlaydigan, eng suyumli kishilar shular. Va qaddamahum fi zikri ala al-anfus. Nimuchun hamda ularni va anfusana degandan ilgari abnaana va nisanda uni burun atida o'zini burun atamaydi desa li yunabbiha ala qurbi makanihim va manzilatihim ularni xuddi o'zining nimasidan a'lo bildiganligini baklamda bu yaqin kishilar ekanligini ko'rsatmoqchi. Va fi dalil wadi ala sihhati nubuwwati nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu lam yarwi ahadun min muwafiqin aw mukhalifin annahum ajabu ila dhalik. Man intan tezgib kelma. Mushu vaqalikda mana Rasulullohning payg'ambarligining rost ekanligi aniq dalil bor deb. Nima uchun degan chaqda mushu vaqalikda ya musulmonlardan yoki musulmonlarning dushmanlaridan yahud nasaralardan mushriklarni har qanday bular mushu mubohala qilishini ma'qul deb chiqqan deb hech kim bunday rivoyat qilmagan. Demak, Rasul zot bo'lganlik uchun shunday qila oldi demakchi. Tutdi. Demak, islomga dushman bo'lgan tarixshunoslarmi yolg'on aytib bo'lsinmi, yo'q bular mubolag'a chiqib mubola qilishgan deb baqqan ahvol yo'q dedi. Demak, mubola qilishamadi mana. Uningki da'vo qilgan narsa yolg'on ekanligi mush isbot. Yani hozir tashviqotchilar shunda nimani ko'tarib chiqish kerak. Bunda dalillarni ko'chlab ko'tarib chiqsa, xristianlar bilan bo'lgan munozirada ko'tarib chiqsa bo'ldi. Ya'ni bu xristianlar davomli o'zi bunda tegish qilsa unga raddiyorib turmay, mana hujumga o'tsa bo'ldi. Hozir bir shubhadimni qo'ydi, ya ta'ndimni qildi, Qur'on Karimga ya nimaga qarta. Endi biz unga raddiyorimizda kuchab nima qilamiz? Asta ishtiratsak deb turgan gap. Uni ishlatib turmay, uni qarta tegish qilish kerak. Qaytirib zarbiga o'tash kerak. Hatto masalan, yomon gap qilsa, mubolana hozir qilsam bo'ldi. Sen dining Ahmadda ma'qulsiz, kilamisi. Sen balchaqni achib, men balchaqni achqay, bishada la'nat ilshamdoq desa vaqt edi shuncha. Hozir bo'lsin bo'ldi. Rasululloh qiga ashmana. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin. Demak, mubohalda qanday qildik? Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb qarg'ishdik. Minna va minkum. Yani bizdan va sizlardan kim yolg'onchi bo'lsa, qaysimiz yolg'onchi bo'lsak, bu yolg'onchiga bo'lsin. Minna va minkum. Yani bizdan yoki sizlardan. Biz ya sizlar qaysimiz yolg'onchi bo'lsak, Isoning masalasida yolg'on aytgan bo'lsak, la'nat shunga tegsin deyishayli. Va nabtahil va naj'al ma'tufan ala nadu. Yani duo qilaylar deganga atf qilingan. Duo qilaylar, qarashaylar, manda qilaylar degan tariq. Inna hada yani sana İsa'nın vaqaligidan bayon qilinib bergan qissalar lahul qasasul haq. Haqiqiy mana haq qissalardir. Va faslun bayna ismi inna va xabariha. Lahwa deganki huwa damir innaning ismi bilan xabarning o'ttirg'i chirib oldi dedi. Hada degan ismi inna, al-qasasul haq degan xabar etdi. Shunama ikkisini o'ttirg'i ham chirib oldi dedi. Yoki mubtada, yoki huwa degan mubtada, wal qasasul haq xabaruhu vel cümle haberi inna. Demek huvel kasasul hak degan mubtada ve haber ibarettir. Bu andan hada'nın haberi.
Hada ismi de innanınki. Anladın bu cümle innanınki haberi buldu depti. Ve caza dukhulul lam alal fasl. Demek ki fasıl tamdak bulab qalganmış. Huvaga lam harfi kirib qaldı deydi. Bu caiz oldu. Liannahu idza jaz dukhuluha al khabar kan dukhuluha al fasl ajwaz. Çünkü haberga lam kirishi jaiz bo'lgan ahvolda faslı kelgan damirga kirishi tahmo jaiz bo'ldi. Liannahu aqrab lil mubtada min. Mubtadaga shu hada deyinga eng yaqin turgani shu huva. Qasasli haqqin burroq kelgan bo'lg'achqa. Bu nahvshunoslarga o'zaro qoidasiga taqishib tag'ilib qolgandak bir ahvol bo'lsa, unda emas deb illat ko'rsatishgan, ba'na ko'rsatish. Va asluha an tadkhula al mubtada. Aslida bu mubtadaga shirtdir. Demak bu mubtada emas degan taqdirda deyotgan so'z. Mubtadaga shirtsa huwa degan mubtada kirdi deymiz. Va min fi va ma min ilahin illalloh. Mushayatki min degan va ma min deganki min harfi jar bimanzilatil bina alal fath fi la ilaha illalloh. Xuddi la ilaha degan ilaha deb zivar o'qiyotdik qo'y ilahani. Shu zivarni o'qiganning o'rnida, ya'ni la ilaha desak, ya istig'roqni bildirdi. Shu min mo va ma min ilahin degandiki min mo istig'roqni bildirdi. Ya'ni Allohdan boshqa iloh bo'lg'idek hech nima yo'q degan ma'no. Wal murad ar-radd 'ala an-nasara. Bundan maqsad hozir inna hada lahu al-qasas al-haq wa ma min ilahin illalloh degandan maqsad Hristiyanlarning 3 iloh bor degan e'tiqodi qarta raddiya. 3 emas bu bir bu. Wa inna Alloha lahu al-aziz. Alloh haqiqatan azizdir, hakimdir. Yani ahkamlarni unda belgilashlarda hikmat bilan ish qiluvchidir. Fa in tawallaw. Mushuna deb qo'ydim. Mushunda aniq dalillarni, isbotlarni, faktlarni ko'rgandan keyin, ya'ni unumay musulmon bo'lmay yuz o'rib qolsa, fa innalloha alimun bil mufsidin. Alloh taolo buzg'unchilarni bilguchidir. Demak, bu qattiq tahdiddan. Ya'ni alimun bihim deydi aslida. Fa innalloha alimun bihim. Chunki tavallaw degan ekan. Yuz o'rib qolsa Alloh ularni biladi deydi. Lekin yani mufsidin deb wada'a zahira mawda'al mudmar. Nima uchun? Çünkü tevhidden, yani Allah'ını bir dep etikad kılıştın, yüz öğrep, üç dep turuluş, bu buzgunçulukta ibaret dep, cinayetine tescil kılışta ibaret. Va'idul lahum bil azabil mezkur. Aş mezkur azab arqılıq tehdisselişte ibaret bu. Kaysa azab? Zidnahum azaban fevkal azabi bima kanu yufsidun. Demek ifsad cinayeti sebebiden ularni azabning ustiga azab, qatm-qat azablaymiz degan ama şu oyatdagi azab bilan tahdidlashdan iborat deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.